Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, bormisizlar, omonmisizlar? YouTube'ga kirmaganimizga ham ancha bo'pti. Shu kanalimizni ko'rib turgan bo'lsalaring, bitta podpishka qilib olinglar. Kanalimiz endi rivojlanyapti. Katta bloger bo'lib ketaylik biz ham. Ko'rib turganlaringiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida bo'lib turgan ishlarimiz. To'g'ri, bunaqa videoni ko'raverib, tajribali ustalarimiz, boshqalarimiz hammasida ko'rib zerikkansizlar. Lekin bu bizniki boshqa, yangi qadam. Yangi poy qadamimiz bo'lyapti hozir. Bu yerda ko'rsatib o'tganimiz bu Shuhratjonning ishlari. Shuhratjon ham yorib ish qilyapti mana, beton fundament qo'yyapti. Fundament narxlarini endi telefon qilganlaringda gaplashaveramiz. Bitta paltarachaga sho'rilyapti. Mana bu yerda Husan traktorda yer haydayapti. Makka ekishga tayyorgarlik. Sen paxta ekib qo'ygan mana chiroyli. Tejada video qilyapman mana. 2 etajli bino bo'ladi bu. Manzara bor, вообще bomba.